Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Dasturlarimizni murojaatlar tahlili bilan davom ettiramiz. Mikrofon oldida jurnalist Abduxoliq Marayimov hamda boshlovchi Ahmadjon Mirzayev. Bugungi eshittirishimizda prezidentimizning joriy yil 1-apreldagi aholi bilan muloqot tizimini samarali tashkil qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni mazmun mohiyati, tatbiqi, ahamiyati to'g'risida so'z yuritamiz. Gap shundaki, ushbu muhim hujjat bilan aholi bilan davlat organlari o'rtasida ochiq va samarali muloqotni ta'minlash, fuqarolarning murojaat qilish huquqini so'zsiz amalga oshirish orqali ularning davlat boshqaruvida ishtirokini yanada kengaytirish, xalq qabulxonalari faoliyatini samarali tashkil qilish maqsadida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-iyuldagi davlat boshqaruvi tizimida samaradorlik, proaktivlik va natijadorlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq aholi bilan davlat organlari o'rtasida ochiq va samarali muloqotni ta'minlash, xalq qabulxonalarining yagona vertikal tizimini joriy etish orqali ular faoliyatini samarali tashkil qilish, xalq qabulxonalarining mahalla yettiligi, davlat organlari va tashkilotlarining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limlari, ya'ni axborot xizmatlari bilan yaqin hamkorligini ta'minlash orqali murojaatlarning bevosita hududlarda qabul qilinishi va ko'rib chiqilishiga erishish maqsad qilingan. Aynan shu mavzuda o'z fikr mulohazalarini bayon etish uchun to'g'ridan-to'g'ri muloqotimizga Tog' sanoati va geologiya vazirligining murojaatlar bo'limi boshlig'i Jamolov Abror Tolipovichni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, Abrorjon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Abrorjon, muloqotga men ham qo'shilmoqchiman. Mana hozir Ahmadjon akam 51-sonli qaror yoki yana farmon va joriy yilning 13-mart kuni prezidentimizning o'tkazgan selektor yig'ilishida ko'tarilgan muhim vazifalarga qisqacha to'xtalib o'tib ketdilar. Aynan mana shu 3ta muhim bir masalada davlatimiz rahbari murojaatlar bilan ishlash tizimini bir yangicha yondoshish bilan amalga oshirishdek bir vazifalarni oldimizga qo'ydi va har bir vazirlik yoki tegishli tashkilotlar ana shu belgilab berilgan vazifalardan kelib chiqib o'zlariga rejalar tuzib oldilar va bundan keyingi amalga oshiriladigan oldilaridagi mas'uliyatni his qilgan holda o'sha aniq tiniq bir vazifalar belgilandi. Sizlardachi mana shu yaratilgan tizim to'g'risida va murojaatlar bilan ishlashning yangicha tizimining bugungi kundagi ahamiyati to'g'risida, oldingi murojaatlar bilan ishlash va bugungi kundagi ishlashning o'rtasidagi farq va uning ijobiy jihatlari to'g'risida o'zingizda bir fikrlaringizni bildirib borsangiz, chunki oldinlari mana siz bilan oldin to'g'ridan-to'g'ri muloqotlarimizda gaplashganimizda shunday bo'lardiki, murojaat qilgan odam albatta sizga murojaat qiladigan bo'lsa yoki xalq qabulxonasiga murojaat qilinadigan bo'lsa, u yerda o'sha qaysidir tegishli tashkilotga, masalan, xalq qabulxonasiga kelib tushgan qaysidir bir murojaat shu Tog' sanoati yo geologiya vazirligiga tegishli bo'lsa, shu vazirlikka o'tkazib yuboriladi. U yerda o'sha joydagi mutasaddilar bir ko'rib chiqib, o'zlarini bir fikrlarini aytishardi yoki bir huquqiy bir maslahat berish bilan chegaralashardi. Lekin bugungi kunda davlatimiz rahbari shunday mas'uliyatli vazifani qo'yaptilarki, endi murojaatlar bilan ishlashda kim qanaqa muammo bilan murojaat qiladigan bo'lsa, uni bartaraf etish uchun o'sha tegishli tashkilotlardan vakillar hamkorlikda o'sha masalani, o'sha muammoni tagigacha, siri asrorigacha yoki hal qilinishi zarur jihatlargacha o'rganib turib bartaraf etishdek mas'uliyatli vazifani oldimizga qo'yapti. Bunda bir nechta misollar ham keltirildi. Masalan, o'sha
aliment masalasini juda ko'p misol qilib keltirildi. Masalan, aliment to'lamay yurganlarda nimaga aliment to'lamay yurgan ekan? Uni asli sababi nima ekan? Uni zamirida nima bor ekan? Uni to'lamay yurganligini sababi nima ekan? Uni o'rganib chiqishganda va uni ishsiz ekanligi va uni demak endi ish bilan ta'minlab o'sha ishxonadan alimentni to'lab turish uchun o'sha muammo bartaraf etilganligini misol qilib keltirildi. Keling, mana sizlarda endi o'sha yaratilgan tizim, yangicha ishlash, yangicha yondashuv masalasida gapiradigan bo'lsak, qaysi yo'nalishlarda ko'proq murojaatlar kelib tushdi? Uni bartaraf etishda yangicha yondashayotgan bo'lsanglar, nimalarga ko'proq e'tibor qaratyapsizlar? Marhamat, fikrlaringizni eshitamiz. Rahmat kattakon. Yaratilgan tizim to'g'risida ozgina qisqaroq ma'lumot berib o'taman. Tog' sanoat geologiya vazirligida jismoniy yuridik shaxslarning murojaatlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 445-sonli qonuniga va Vazirlar Mahkamasining 341-sonli qaroriga muvofiq quyidagi ishlar amalga oshirilgan. Aholi va tadbirkorlar murojaatlarini qabul qilish uchun ishonch telefoni, rasmiy veb-saytda murojaatlar bo'limi, video konferensiya aloqa tizimi, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarda onlayn efir va ovozli chat hamda qayta aloqa tizimi joriy etilgan. Hamda murojaatlarni vazirlik binosi qabul qilish bo'yicha keng sharoitlar yaratilgan. Vazirlik hamda uning tizimida murojaatlar bilan ishlash jarayonida ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Ya'ni yoritish jarayonida televideniya, radio, internet nashrlar, ijtimoiy tarmoqlar, rasmiy saytlar va boshqa vositalar orqali yoritish jarayoni amalga oshiriladi. Vazirlikka kelib tushadigan barcha murojaatlar, ya'ni og'zaki, yozma, elektron murojaatlar yagona elektron hujjat aylanish tizimida, ya'ni edo-ijro.uz ro'yxatga olinadi. Hamda murojaatlarning hozirgi kunda hukumat topshirig'i bilan barcha arizalarni kabinet pm2go.uz platformasi, ya'ni to'liqroq aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi qabulxonasida ro'yxatdan o'tkazish tartibi amalga oshirilgan. Vazirlik tizimidagi murojaatlar bilan ishlashning holati to'g'risidagi rasmiy sahifalar orqali aholini doimiy xabardor qilib kelamiz. Endi boyagi o'sha ko'rilayotgan choralar to'g'risidagi masalaga o'taylik. Marhamat. Ko'rilayotgan choralarda asosan bizada o'sha murojaatlarni ko'rib chiqish natijalariga ko'ra ularning yechimini topish va tegishli choralarga ko'ra tushuntirish berish va qonuniy taraflama uni bartaraf etish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Mana misol uchun 2026-yilning hozirgi kuniga qadar Tog' sanoati geologiya vazirligi to'g'ri 213 ta murojaat kelib tushgan. Shunda 26 tasi yozma, 105 tasi og'zaki va 82 tasi elektron shaklda. Bularni ichidan oladigan bo'lsak, qisman bo'lib chiqaman. Asosiy maqsad nima? Murojaat topshirgan fuqarolarning ishga kirish masalasi, ishga qayta tiklash masalasi, ruxsatnoma berish tartibi va tadbirkorlik faoliyatini yuritish, qolaversa oylik masalalarida va sanatoriyga yo'llanma olish masalalari, o'qishda kontrakt pulini to'lab berish masalalari keltirilgan. Umumiy 56% ko'rsatyapti. Hozirgi kunga qadar ishga kirish masalasida ko'proq murojaat kelib tushgan bizlarda. Uni biz tartibni qanaqa qildik? Prezidentimizning o'sha boya taklif o'tdingiz 1-aprelda chiqqan 51-sonli farmonlariga muvofiq ishchi guruh tuzildi. Ya'ni rahbar boshchiligida ishchi guruh tuzildi. Ishchi guruh tuzilib, biz har oyda keladigan murojaatlarni chorakbay kesimida Vazirlar Mahkamasiga topshirish bo'yicha topshiriq olganmiz. Takliflarni ishlab chiqdik. Ya'ni takliflarda asosan ishga kirish masalasini qanday qilib keng kamaytirish masalasi. Ya'ni aholini ish bilan ta'minlash masalasida takliflarimizni berdik. Unda birinchidan geologiya vazirligiga ishga kirish masalasida vakansiya.august.uz platformasi orqali ishga topshirish jarayonlari va suhbatdan o'tish, test topshirish natijalariga ko'ra qabul qilish jarayoni yo'lga qo'yilganligini bildirdik.
edik. Chunki bu ham shu prezidentimizni tegishli farmonlari bilan amalga oshiriladi. Ya'ni shaffoflikni ta'minlash bo'yicha oldingidek hujjat topshirib, rahbardan rizolisi olib ishga kirish masalalariga chek qo'yilgan. Ya'ni onlayn o'sha suhbat bo'ladi, komissiya tarkibida bo'ladi, komissiya tarkibi tuziladi, uni compliance nazorati, o'sha Argosdan maxsus vakil bo'ladi, kadrlar bo'ladi, rahbariyat bo'ladi. O'sha ishga kirish bo'yicha yo'nalishni o'sha kuratori o'sha komissiya tarkibi a'zoligida bo'ladi. Shaffof suhbat jarayoni bo'ladi. Suhbatdan o'tganda test jarayonlari bilan birgalikda umumiy natija chiqadi. O'shanda ayon bo'ladi. Bu vazirlik kirish sistemasi. Ikkinchi, tizim oz korxonalariga, ya'ni o'sha joylardagi ekspeditsiya va korxonalar, jamiyatlarga kirish masalasi ko'proq kelib tushgan. Asosan bizada yashirib o'tirmayman, Olmaliq To'xton metallurgiya kombinati aksioner jamiyati va Navoiy Kom-metallurgiya kombinati aksioner jamiyatiga ishga kirish masalalari ko'proq murojaat kelib tushadi. Prezidentimizni 2023-yilda chiqqan 116-sonli farmonlarga muvofiq To'xton sanoat geologiya vazirligining asosiy ustuvor vazifalari belgilangan. U yerda endi ishga kirish tartibi ko'rsatilmagan bo'lsa ham, bizda o'sha tashkiliy tuzilma tarkibida ilovada keltirilgan korxonalarimiz mavjud. Olmaliq va o'sha Navoiy kombinatlari ham jamiyat sifatida bizni o'sha tuzilmamizda o'tirgani uchun aholi va fuqarolar ham murojaatni soni oshib ketmoqda kundan kunga. Ishga kirish tartibini biz qonuniy doirada tushuntirib, hududiy o'sha mehnat inspektorlari va kambag'allikni qisqartirish hamda bandlik vazirligi vakillari bilan o'sha joylarda o'sha aholini qabul qilish va ularga qulay sharoitdagi ishlarni taklif qilish masalalari bo'yicha birgalikda ishlamoqdamiz. Chunki har bir xodim yoki har bir fuqaroni ham ishga qabul qilib bo'lmaydi. To'g'ri tushunishimiz kerak. Unga kategoriya talab qilingan yoki klassifikatsiya talab qilingan kombinatlarga ham xuddi shu toifaga ega bo'lgan yoki maxsus bir sertifikatga ega bo'lgan kranchikmi, yuk tashuvchi nima bo'lganmi yoki mutaxassisligi bo'yicha biron yerda o'qigan talabga o'tadigan bir sertifikatga ega bo'lgan xodim kerak. Bu yerda umumiy masalada bizda oddiy ishga kirish masalasi ham ko'rsatilgan yoki moddiy rag'batlantirish masalalari ham ko'payib ketmoqda. O'sha biz hududiy vakillar bilan birga ishlagan holatda hozirgi kunda o'sha aholida o'sha joylardagi ishga kirish masalasini kamaytirish maqsadida birgalikda ishlarni olib bormoqdamiz. Abrojon, yana bir narsaga alohida to'xtalsangiz, mana murojaatlar bilan ishlash to'g'risida huquqiy asos bo'lib xizmat qilayotgan qarorlar, farmonlar chiqyapti. Ularni tatbiqini ta'minlash borasida o'zingizlarda olib borilayotgan ishlar, ayniqsa bunda o'sha murojaatchilarni ko'tarib chiqqan muammosini sarsoni sargardon bo'lib yurmasligini oldini olish, ularni og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilish, agar bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, o'sha inson omilini bir kamaytirish va mana shu qaror va farmonlardan kelib chiqib o'zingizlar oldinglarga belgilab olgan vazifalar, asosiy bir ustuvor vazifalar to'g'risida ham o'zingizda bir fikrlaringizni aytib o'tsangiz va qanday bir o'zgarishlarga olib keldi mana shu farmon va chiqqan qarorlarning yoki o'sha prezidentimizni ochiq muloqotdan so'ng bizga yuklangan mas'uliyatli vazifadan kelib chiqqan o'zingizlarning oldinglaringga qo'l belgilab olgan rejalar to'g'risida. Keling, mana shular to'g'risida o'zingizda bir fikrlaringizni ish jarayonida o'zingiz ham ishtirok etyapsiz mana shu jarayonda. Shundan kelib chiqib bir bizni ko'zimizning oldiga keltiradigan qilib bir aytib bering, marhamat. Xo'p, bo'ladi. Endi darsdan avval o'sha prezidentimizni 2026-13-mart kuni bo'lib o'tgan video selektorlaridan boshlasak. Marhamat. Unda yig'ilishda tizimdagi jiddiy kamchiliklarni tanqid qilinib, davlat organlarining xalq bilan muloqot butunlay yangicha asosga qurish bo'yicha muhim topshiriqlar berildi. Asosiy urg'ulardan va tanqidlardan kelib chiqadigan bo'lsak, endi o'sha aholi orasidagi davlat organlarida faoliyat yuritgan ba'zi bir nima desak
xizmatchilarning muomalasi va ularga bo'lgan norozilik kayfiyati to'g'risida gap so'zlar bo'ldi. Xalq qabulxonalarining shu oxirgi yillarda sust tarzda faoliyat yuritganligi to'g'risida bo'ldi. Byurokratiya va sanitariyalar to'g'risida gap ketdi. Ya'ni o'sha misol tarqatsak bo'lmasak, litsenziya olish masalalarida, bolalarga to'lg'ali to'g'risida guvohnoma olishda yuzaga kelgan byurokratik yoki maktabga o'sha farzandini qo'ya olmayotgan ota-onalarning murojaatlari ko'payib ketdi. Bog'chaga qo'yganida qo'ysak bo'ladi. O'sha majburiyatlarni o'sha kamaytirish maqsadida juda tanqidiy gap so'zlar bo'ldi. Qolaversa vazirlik va idoralarga ham to'xtalib o'tdilar. Davlat rahbari murojaatlarni tekshirmasdan asossiz ravishda quyi idoralarga o'ziga qaytarib yuborish amaliyotini tanqid qildilar. Ya'ni kim murojaatni yuqori turuvchi o'sha vazirlikka yuborgandan keyin vazirlikning o'zi ko'rib chiqishni o'rniga uni quyi tizim tashkilotiga yuboryapti. Vaholanki o'sha murojaatning savolida o'sha quyi tashkilot tizimi haqida gap ketyapti-da. Qanday qilib siz fuqaroga javob berishingiz mumkin? Ya'ni quyi tashkilot tizimidan olib, ya'ni fuqaroga javob berish mumkin. Fuqaro aytayapti, baraka topkur, men deydi, o'zi shu mana shu tizimli korxonangning ustidan yozdim, ko'rib bergan halol va xolisona deb. Sen olyapsan, yana uni o'ziga beryapsan, u bilganicha yana yozib, yana menga javob beryapti. Sen nega o'rtada turibsan degan savolni qo'yapti. To'g'ri, bu huquqiy omilda fuqarolarning hozirgi kunda huquqiy ongini rivojlantirish masalalari yuzasidan tashviqotlar olib borilyapti. Vazirlik tomonidan hozirgi kunda chiqqan yangi qarorlar, farmonlar to'g'risida aholiga keng targ'ibot ishlari olib borilmoqda vazirlik tomonidan. Shuni asosida bizda prezidentimizni va Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqargan qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida quyidagi ishlarni amalga oshirdik. Misol uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-30 yanvar 40-sonli qarori bilan 341-sonli qaroriga kiritilgan o'zgartirish qo'shimchalar orqali KPI tizimini joriy qildik. Ya'ni murojaatlar yo'nalishida soha vakillari va mas'ul biriktirilgan rahbarlarga nisbatan asosiy maqsad nizomimizga kiritilganda aholi tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish, davlat idoralarining murojaatlar bilan ishlash tizimini raqamlashtirish, ochiqlikni ta'minlash hamda ijroatchilikni kuchaytirishdan iboratdir. Qaror bilan tasdiqlangan hujjatlarning muhim vazifalari va maqsadlarida asosiy strategik maqsad bu huquqiy kafolatlarni kuchaytirishdan iboratdir. Ya'ni boya ta'kidlab o'tganimdek, fuqarolarning yuridik ongini kuchaytirishimiz kerak va unga to'laqonli, to'g'ri xulosa bera olishimiz kerak. Ya'ni davlat xizmatchisi yoki davlat tashkilotida ishlaydigan har bir xodim fuqaroning murojaatiga nisbatan aniq va konkret javob bera olishi lozimdir. Yana shuni aytishimiz mumkin, boya aytdilar Abdulloh tizimda amalga oshirilgan ishlar. Tizim to'laqonli hozirgi kunda raqamlashtirilgan. Ya'ni virtual qabulxona orqali barcha murojaatlar qabul qilinyapti. Elektron murojaatlar tizimda bor saytlarda o'zimiz orqali qabul qilinyapti. Xalq qabulxonalari orqali murojaatlar yuborish va ularni kuzatish jarayoni soddalashtirilib, tizimli holatga keltirilgan. Bunda inson omilini kamaytirish va qog'ozbozlikni bartaraf etish masalalari keltirilgan. Va hozirgi kunda biz o'sha amaliyotni to'liq tatbiq qildik. Qog'oz amaliyotini biz yozma murojaatlar shaklini to'laqonli demayman, lekin qisman kamaytirdik. Sababi endi baribir fuqaroni ko'ngliga yo'l topa olmaysiz. Endi kelgandan keyin siz majbursiz, biz yozib ketishimiz kerak degan shiorda o'tirishadi. O'shaning uchun biz mayli fuqaroni ko'ngliga qarab har bir murojaatni qabul qilishga majburiyatimiz bor davlat xizmati. Shuning uchun murojaatlarni olib qolamiz. Lekin uni qog'oz variantida oldingidek biz yo'naltira olmaymiz. Uni olib skaner qilib tizimga joylaymiz. Uni elektron tarzda aylantiramiz. Hujjat aylanishi bo'ladi unda. Agar
to'g'ridan to'g'ri kelib sizni tushuntiringizdan huquqiy tushuntiringizdan to'g'ri xulosa qilgan fuqaro yoki aholi tadbirkorlik subyekti bo'ladigan bo'lsa ularga tizimni ko'rsatamiz. Ya'ni bizda hozir joriy qilingan qayta aloqa tizimi bor saytimizda. U yerda tayyor elektron anketa bo'ladi. Familiya, imya, otchество, telefon raqami, yashash turar joylari va eng asosiysi murojaatlarning qisqa mazmuni keltirilgan blanka shaklida bo'ladi. U yerga joylashtirib elektron to'g'ridan to'g'ri rahbariyat nomiga o'sha fishkaga qadar yordamchiga yetib boradigan tarzda jo'nata oldirilgan funksiyalar yaratilgan. Endi oz keladigan bo'lsak, oxirgi o'zgarishlarda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlar to'g'risidagi 445-sonli qonuniga qo'shimcha ozgina yengillik kiritildi. Ya'ni ishonch telefoni tushunchasi biriktirildi. Bizlarda ham vazirligimizda kechirasiz. Vazirligimizda ishonch telefoni mavjud. Bu ishonch telefoni orqali barcha murojaatlar bizga o'z murojaatlarini qoldirishlari mumkin. Ular o'zlarida o'sha keltirilgan barcha murojaatlaridagi vajlarni to'laqonli, xolisona eshitish uchun operatorlar va xodimlar yo'lga qo'yilgan. Ularni o'sha boya ta'kidlagandek maxsus anketaga to'ldirib, o'sha rahbariyatga imzo kiritib, tizim orqali ro'yxatdan o'tkaziladi. Mumkin o'sha raqamlarni tinglovchilarimizga bir eslatib o'tsak. Tog'kon sanoat va geologiya vazirligining ishonch telefon raqamlari 71 231 05 96. Mana shu raqamlarga telefon qilib har qanday murojaatingizni qoldirishingiz mumkin. Geologiya sohasiga oid albatta. Biz qonuniy asoslarni ko'rib chiqamiz barcha murojaatlaringizni. Rahmat Abduxoliq. Ishqilib ana shu ishonch telefonlaridan juda e'tirozlar ko'p ishonch telefonlari efirga uzatamiz, lekin muloqot qilish imkoniyati chegaralangan deb juda ko'p radio tinglovchilarimiz e'tiroz bildirishadi. Sizlarda balki bunday emasdir. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ochiq muloqotlar ham o'tkazayotgan ekansizlar. Bu ochiq muloqotlarni kimlarga ko'proq foydasi tegyapti? Masalan, fermerlar, tadbirkorlar yoki o'sha qishloqdagi mulkdorlarimiz ko'proq ish bilan band bo'ladi. Agar ochiq muloqot o'tkazib, ularning huzuriga borib, ular bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotga kirishadigan bo'lsanglar, ular o'sha joyda o'zidayoq ishlari hal bo'lganini menimcha nihoyatda mamnun bo'lsa kerak. Shu haqda fikringiz qanaqa? Xo'p bo'ladi. Hozirgi kunda 15-maydan deylik, 15-maydan 15-avgustga qadar, to'liqroq 22-avgustga qadar tadbirkorlik oyligi boshlangan 3 oy kvartalniy bo'ladi. Bu yerda endi asosan Savdo sanoat palatasi va tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish biznes ombudsmani shtab tashkil qilingan. Har yili bo'ladi, ya'ni prezidentimiz boshchiligida tadbirkorlik kuniga tayyorgarlik bo'ladi. U ya'ni 2023-yil adashmasam PQ200 asosida ishlab chiqilgan bo'lib, tadbirkorlar o'rtasida ochiq muloqotni tashkil qilish jarayonlari to'g'risidagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlar. Ochiq muloqotda asosan tadbirkorlik subyektlari ishtiroki ta'minlanadi. Ya'ni biz hududlarda va o'zimizning studiyamizda rasmiy sahifalarimiz orqali onlayn o'sha ochiq muloqotlarni tashkil etib boramiz. Misol uchun shu mart oyida vazir o'rinbosari boshchiligida qora va rangli metallar va lom chiqindilarini qayta ishlash bo'yicha ochiq muloqot bo'ldi tadbirkorlar o'rtasida. Bu dastlabki o'sha prezidentimiz tomonidan tasdiqlab berilgan O'zbekiston Respublikasining 11-13 sonli qonuniga muvofiq, talablariga muvofiq amalga oshirildi. Va Vazir Mahkamasining 725 sonli qarori ham tasdiqlandi. Bu asnosida tadbirkorlik faoliyatida o'sha lom chiqindilari, qora va rangli metallar o'rtasida qanaqangi tartib nizomlar amalga oshirilganligi, ya'ni tadbirkorlik subyekti ruxsatnoma olishda qanaqa tartib tamoyilga ega ekanliklari tushuntirildi. U ishlar jarayoni va boshqa holatlarda uzaytirish masalalari, uni bekor qilish, keyinchalik zaxira bilan qanchalik ishlar, import eksport masalalari tadbirkorlar bilan rahbariyat o'rtasida birgalikda ko'rib chiqildi o'sha masala. Va kuni kecha yaqinda Samarqand viloyatida ham sayyor qabul tashkil qilindi. Vazir o'rinbosarlari borib o'sha tadbirkorlik subyekti va aholi bilan muloqot o'tkazib keldi. Bu
Samarqand viloyat xalq qabulxonasi binosida tashkillashtirildi bu uchrashuv. U yerdagi jami o'sha tushgan murojaatlar hammasi chora-tadbir sifatida yozib olinib, ijroga qaratildi, nazoratga olganmiz. Umumiy hozir shu kunga qadar vazirlik rahbariyati tomonidan 6 sayyor qabul o'tkazildi va yil yakuniga qadar joylarda sayyor qabullar o'tkazishni ko'paytirish masalalasi ko'rib chiqilyapti. Qolaversa umumiy ma'noda o'zi murojaatlarni hududlarda tizimli tarzda joyida hal qilish masalasi ko'rilmoqda rahbariyat tomonidan. Hududlarda o'sha mavjud ekspeditsiya va tashkilotlar, aksiyadorlik jamiyati, korxonalar, muassasalar bor. Ularni rahbariyatlariga topshiriq berilgan, har qanday murojaatni qabul qilib olib, uni tizimli bartaraf etish masalasi chora-tadbirlarni belgilab berilgan. Hop, Abrajon, o'sha ochiq muloqotning uzviy davomi degan bo'ladi. Mana sayyor qabullarni aytib o'tyapsiz. Sayyor qabullarning samarasi to'g'risida gapirganimizda bir radio tinglovchilarimizdan bittalari bizga qo'ng'iroq qilib o'zini shaxsiy bir fikrini aytyapti-da. Aytadiki, o sayyor qabulga men bordim dedilar. Borganlarida o faqat bir oldindan tayyorlanib qo'yilganmi deydi-da, o'sha oldindan aytib qo'yilgan odamlarning muammolari hal bo'ldi. Bizga kelganda nimagadir bizni masalamiz keyinga qoldirildi dedi-da. Endi shuni sizlarda sayyor qabullarni o'tkazish va o'sha sayyor qabul jarayonida odamlar kelib ishtirok etadigan odamlar juda xursand bo'lib kelishadi. Endi hamma rahbarlar o'sha joyda. Sayyor qabulda o'sha joyni o'zida muammosi hal bo'lish imkoniyati borda, shundan xursand bo'lib borishadi-da. Mana shu jarayonda radio tinglovchimizni e'tirozi bilan bog'lab bir ochiqlik, oydinlik kiritib o'tsangiz. Bo'lar, men siz tushundim. Bizda sayyor qabul grafiki tasdiqlangan. Bu vazir jadvali, vazirning topshiriqlari, buyruqlariga asosan sayyor qabul grafiklari tasdiqlangan vazirlikda. Bu sayyor qabullar xalq qabulxonalari vakillari bilan birgalikda amalga oshirilishini inobatga olishimiz lozim. U yerda hech qanday o'zaro kelishuv bo'lmaydi. Falonchi tadbirkor borib turing yoki siz borib turing, sizni masalangiz ko'rib chiqiladi degan. Bizda o'sha xalq qabulxonasida vakillar bilan o'zaro shaffof tizim yo'lga qo'yilgan. Kunini kelishamiz va xalq qabulxona vakillari tomonidan joylardagi aholilar, muammosi bor aholilar, sohaga doir muammosi bor aholilar o'sha kuni yig'ilib jam bo'lishadi studiyada. Oshkora bo'ladi, shaffof bo'ladi. Hech qaysi bir rahbar tayyorgarlik ko'rib bormaydi. Bir masala yuzasidan, mana shu masala bor ekan, shunga tayyorgarlik ko'rib boradigan. Eng muhimi hamma mas'ullar ustida bor. Albatta, hamma mas'ullar o'sha yerda bo'ladi. Chunki xalq qabulxonasi tashqari yo'lda hokimiyat vakillari o'tiradi, boshqa bir tizim tashkilotlari vakillari bo'ladi. Ularning oldida shaffof va haqqoniy tarzda o'tadi. Qanaqa samara beryapti masalan sizlarda o'zingizlarda o'tkazganda sayyor qabullar va qaysi yo'nalishlarga ko'proq hal qilinishi zarur bo'ldi? Ko'proq sayyor qabullarda ham baribir murojaatlarni bir tahlil qiladigan bo'lsanglar, qaysi yo'nalishlarda ko'proq muammolar ko'tarildi va qaysilarini bartaraf etishga erishdinglar demoqchiman-da. O buni tushundim sizda. Navoiy viloyatida, Samarqand viloyatida o'tkazgan sayyor qabullarimizni natijasini gapirib o'tmoqchiman. U yerda asosan ishga kirish masalasi bo'ldi. Rahbar o'rinbosari boshchiligida o'tganda 12 ta fuqaro ishga kirish masalasini berdi. 12 tadan 10 tasiniki ijobiy hal qilindi. Ishga kirdi, ish bilan ta'minlandi deb to'g'ri aytsak bo'ladi. 2 ta fuqaromiz endi boshqa joydan ish topib qo'ygan ekan, lekin baribir ularga aloqaga chiqib, siz bilan o'sha sayyor qabulda o'tgan murojaat yuzasidan taklifimiz bor ishga kirish masalasi deganimizda, boshqa yo'nalish va sohasida ishga kirganliklari ma'lum bo'ldi. Endi baribir u kishi ham xursand bo'ldi. 2 ta fuqaromiz ham xursand bo'ldi baribir. O'sha sayyor qabul bizga nima beradi? Kelgan murojaatni nazoratga olish va nazorat tartibida qayta aloqaga chiqib turishlikni bildiradi. Ya'ni fuqaro murojaatidan so'ng biz uni anketa to'ldirish uchun yana qayta aloqaga chiqamiz, esda tutib turish uchun.
va uni ijrosi hal bo'lmagunga qadar doimiy mutaxassislar bilan, joylardagi mutaxassislar bilan, xalq qonun vakillari bilan birgalikda ishlarni olib boramiz, samarali tashkil qilganmiz bu masalada ham. Xo'p, men sizdan so'ramoqchiman. Endi Toshkent shahrida poytaxtda bo'ladigan bo'lsa, siz bilan men aytayotgan o'sha sayyor qabullarimiz, ochiq muloqotlarimizni o'tkazishda ko'zimiz ko'rib turibdi, yaqin imkoniyat, sharoitlar yetar. Lekin endi viloyatlar kesimida ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana Qoraqalpog'iston Respublikasi yoki turli viloyatlarimizdan kelib tushayotgan murojaatlar yoki u yerlarda o'tkaziladigan mana shunday sayyor qabullar to'g'risida ham to'xtalib o'ting. Ulardan qancha murojaat kelib tushdi-yu, endi qanoatlantirish darajasi necha foizni tashkil qilyapti? Yakuniy bir fikrlarga o'tsangiz. Xo'p, bo'ladi, tushunaman sizni. Umumiy agar aytib o'tadigan bo'lsa 2025-yilga nisbatan hozir aytib ko'raman va bu yilni ham solishtirib aytaman sizga. Jami 15317 ta murojaat kelib tushgan. Bu vazirlikni o'zida 729 ta. Endi qolgan sonlar, ko'rsatkichlar bu tizim osti korxonasi bilan birgalikda berilgan natija ko'rsatkichlaridir. Bu umumiy ko'rsatkichda 96.3 ball bilan qanoatlantirish darajasi ijobiy hal qilinganligi bilan ko'rsatildi o'tgan yilga. Bu yilda esa hozirgi kunda ochiq muloqotlarni tashkil qilish hududlarda sayyor qabullarni tashkil qilish masalasida biz juda qattiq kurashish olib boryapmiz. O'sha masalalarni kamaytirish maqsadida, ya'ni nafaqat vazirlik tarkibidagi tizim osti tashkilotlari, tashkiliy tuzilmadagi barcha o'sha jamiyatlar, korxonalar ham sayyor qabullarni tashkillashtiryapti hududlarda. Bunda asosan bizada tadbirkorlik subyektlari uchun yer qa'ridan foydalanish markazi davlat muassasasi va tog'kon sanoati geolog vazirligi huzuridagi tog'kon sanoati va geolog sohasini nazorat qilish inspeksiyasi rahbariyati va vakillari tomonidan joylardagi tadbirkorlik subyektlarining barcha masalalariga chora ko'rilmoqda. Bu chora deganimiz qanaqa? Bu tanqidiy ma'noda emas. Bu to'g'ri ma'noda bilishimiz kerak. Ya'ni o'sha murojaatni eshitib, xalq bilan o'sha tadbirkorning dardini eshitib, birgalikda joylarga chiqib o'rganishmoqda. Tadbirkorlik subyekti arizasi asosida ombudsmanga ariza tashlab, joyga chiqib tekshiruv o'tkazish uchun bir nechta tadbirlar amalga oshirilyapti. Inspeksiya tomonidan. Markaz tomonidan tadbirkorlik subyektiga litsenziya berish va ruxsatnomasini uzaytirib berish, qolaversa suddagi da'vo arizalari sonini oshirish maqsadida ko'rib chiqayotgan arizalar soni ko'payib boryapti. Va buni yechimida o'sha markaz rahbarlari va mutaxassislar tomonidan tadbirkorlik subyektidan o'zaro muloqot yo'lga qo'yilyapti. To'g'ridan to'g'ri, ya'ni o'sha tadbirkorga aloqaga chiqib, uni taklif qilib, kerak bo'lsa onlayn efir orqali o'sha o'zaro muloqotni tashkillashtiryapti. O'sha masalasini yechish maqsadida. Ya'ni yo'l topish, taklif berish maqsadida, e'tiroz bilan emas. Ya'ni kim o'sha yer qa'ridan foydalanish markazi siz nega meni litsenziyamni bekor qildingiz, sizga e'tirozim bor deganda uni vajini olib bir chekkaga qo'yib qo'yish emas. Uni olib uni ustida ishlash vazifasi qo'yilgan hozir markaz bilan inspeksiyaga. Tadbirkorlik subyektini da o'sha litsenziya va ruxsatnoma berish tartiblarini keng hozirgi kunda yo'lga qo'yilgan masalalardan biri uni ijobiy hal qilishdir. Eng muhimi, eng asosiysi sizlarning mana shu sa'y harakatinglar o'z samarasini beryapti. To'g'rimi? Shunaqa. Xuddi shundaydi. Qadrli radio tinglovchilar, ijodiy guruhimiz, kamina jurnalist Abduxoliq Marimov, mana rejissyorimiz Rustamjon Ro'ziyev, boshlovchi Ahmadjon Mirzayev, ovoz operatori Kamolxo'ja Shariflar Abrorjon va ularning hamkasblarini xayrli ishlarini bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Qadrli muxlislar, yana bir bora ta'kidlab o'tmoqchiman. Bugungi to'g'ridan to'g'ri muloqotimizda Tog'kon sanoati va geologiya vazirligining murojaatlar bo'limi boshlig'i Jamolov Abror Tolipovich ishtirok etdilar. Ularga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Tinglaganingiz murojaatlar tahlili dasturi edi. Muallif jurnalist Abduxoliq Marimov, e'tiboringiz uchun tashakkur.